To'rtko'l tumani, O'zbekiston Ufidamiz. Mashal mahallasi, Paxtakorchilar ko'chasi 5-uy. Sardor og'aning uyindamiz. Uyimizda ham ko'mirdan atab yana o'tirib berdik, hamma materialni o'zlarimiz bilan olib kelib, 1 yil garantiyasi bilan ishlab berganmiz. Kotyolimiz har doimgidek 4 kitobli. İçlərində rossiyskiy zakaznoy turbalar qoyulgan xilasindən. Ataplenamiz 32-25lik podacha obratlarimizni aralashtirib ishlatganmiz. Podachalarimiz ham 32lik bo'ldi, obratlarimiz 25lik bo'ldi. Samotyok ishlash uchun kranlarni ham qo'yib, nasoslarni ham qo'yib, ventilyator termostat datchiklarini ham qo'yib ishlatib berganmiz. Kotyolimizni yoqib, qizdirib topshirdik, xudo xolasa 75 gradus bo'lib turibdi. Tochkasini 450 ming so'mdan ishlab berganmiz. 7 tochka bo'ldi, 5 yere batareya qo'yildi. Az bir xatar ko'rib, uchanlar bilan tanishtirib o'tamiz. Morimiz 127 lik 5 metr ishlatdik. Yerdan balandligi 6,5 metr bo'ldi. Uyimizda shunday zamonaviy 500 lik dur alyumin batareyalarimizdan ishlatib berganmiz. 5 tochka bo'ldi. Spalnilarimiz 4 spalnimiz, koridorimiz 4 spalnimizdan hammasi 3,5-6 metrlik spalni. Yelkalar varashimizni kompensatorda polnitendan tushirib berganmiz, oyoq hamisha etmasligi uchun. Do'shiklardan qo'llangancha akkuratniyada turbaning diametrini do'shib ishladik. Bakimizga shu yerdan chiqarib berganmiz, ataplenamiz zamonkul sistema ishlab turibdi. Koridorimizda 18 lik bir yere qo'ydik. Bir o'rtalik bo'lgani uchun biz 13 lik qo'yacak edik. Uy egasi 18 lik qo'yib bergan edi. Shuning uchun 18 lik birini qo'yib berganmiz. Birimiz spalnimiz, kotyolimiz, 3 styanamiz arka tarafında turibdi. Hem bu xonamiz birinchi tochka bo'lgani hisobidan hem yerinden podacha obratga turba o'tgani uchun hem bu quva taraf, yani quyosh tushib turadi bu styanamizda guni bilan. Shuning uchun 14 lik bir yere qo'ydik bu yere. Xonamiz 3,5-6 razmerda. Общий 80 shtuk alyumin batareyalarimizdan ishlatib berganmiz. Kimlar shunday 5 yere 6 yere batareya qo'ydirajak bo'lsa, ko'rib turasizlar, xudo xolasa hammasini bir qator aytib o'tamiz. Tochkasini 450 ming so'mdan ishladik. 7 tochkamiz. Bu ikkinchi spalnimiz, bu ham 6'ga 3,5. Kotyoldan sal uzoqroq bo'lgani uchun berimizda endi 17 lik qo'ydik. Berimiz kuxnyamiz почти yarımı yo'q. Sababi bir banisi bor ekan, shuni hisobini berimizga 13 lik birini qo'yib berdik. Hammasini shu rezvalarni yo'nib, rossiyskiy latunniy kranlardan qo'yib ishlab berganmiz. Bu oxirgi 5-chi batareyamiz. Berimizga 18 lik qo'ydik. Esa görüp kuzatib boraverasizlar, kimlar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir ataplenalar o'tiramiz. Bu uyimizda ham shu o'zlarimiz ishlab chiqartirgan 4 kitobli kotyollardan qo'ydik. Uyga ketgan общий расходы qolaqisi 450 ming so'mdan bo'ldi. Faqat materiallari, hamma narsasi, ustasi, kotyoli 23,250 ming so'm pul chiqdi. Uy egasi bilan xudo xolasa ko'rib, hisob-kitob aytib, spiskani topshiramiz. Esa e'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmasangiz obuna bo'lib qo'ying. Ko'mir atapleni o'tiraman deb bilgan donishmashlarga videomizni yoritib qo'ying. Hammaga rahmat.